O'rmonzorda duv-duv gap. Eshak konsert berarmish. Bu tadbirga hattoki janob Sher ham kelarmish. Afishalar To'qayning har chetiga osilgan. Bariga o'rmonni havo tamg'asi ham osilgan. Reklamada ko'klarga ko'tarilgan eshak voy. O'rmon ahli, konsertni sog'ingansiz hoynahoy, el tanigan hayvonda xushovoz va hokazo. Siz uchun kuylar eshak, tanida jon borki to. Litsenziyasi bor emish. Oddiy emas, oliysi. Rasmlardan ko'z qo'nar, kuchli ekan homiysi. To'qay kassalarida bilet narxi osmonda. Ilgari bunday konsert bo'lmagandi o'rmonda. Hamma hayron. Qandaydir el bilmagan bir hofiz qachon bo'lgan To'qayda xizmat ko'rsatgan artist. Ayiq dedi. Bu qanaqasi o'rtoqlar? Eshakvoy ijoddan nega bizlar bexabar? Tanishman ko'p hofizlar bilan, bunaqasini bilmasdim, biroq jahl bilan telefon chiqarib yuqoriga qildi qo'ng'iroq. Alo. Assalomu alaykum. Yo'lbarsjon aka, yuqorida juda katta amaldordirsiz. Eshak degan ashulachini ijodidan xabardordirsiz. Rasmini ko'rdim, antiqa nusxa. Shalpan quloq, kallasi taqir. Ovozingizni o'chiring-chi. Devorda ham quloq bor axir. Yo zaring bo'lsin, yoki zo'ring. Qismat topshi xo'p bebosh ekan. O'sha eshakni qaynotasi Sher akamga sinfdosh ekan. Tunov kuni meni chaqirib, shu bolani o'stir dedilar. Ovozini reklama qilib, bir konsert uyushtir dedilar. Xullas kalom, hammani yig'ib tomoshaga olib borasiz. Bormaganlar ro'yxatini tuzib, keyin menga hisob berasiz. Xo'p dedi-yu, ayiq shu zahot hayvonlarni yig'di maydonga. Saf tortishib, so'qmoq yoqalab yo'l oldilar O'rmonistonga. O'rmoniston bu bir muhtasham dabdabali san'at saroyi. Usti gumbaz, osti oq marmar, qasrlarga tengdir chiroyi. Bu saroyda ilgari ko'plab hayvondalar konsert berardi. Ularni ko'rgani saroyga butun o'rmon ko'chib kelardi. Mana bugun eshakvoyga ham nasib etmish shunday imkon. Konsert zali bezatilgan. Xo'p, qandingni o'r, yasha eshakjon. Oldi o'rindiqlarga eshak qondoshlarini taklif qilibdi. Zalning yarmi po'rim kiyingan uzun quloqlarga to'libdi. Balkon to'la mayda shuydalar, bo'yma-bo'y, safma-saf terilgan. Yo'lbars hukmi bilan maktab va bog'chalarda olib kelingan. Bir mahal parda ko'tarilib, quyon chiqib keldi jonsarak. Sahnada esa xonanda yu sozandadan yo'q edi derak. Keyin bilsak, taqdir eshakni achinarli kuyga solibdi. Kelib konsert paytida mini diski o'chib qolibdi. Qissa shuki, do'stim, qiyin ishga aslo qo'l urma. Jonli qo'shiq ayta olmasang, bekor harakat qilib yurma. Bravo.